Salom bolalar, bugun biz Takusofa Kubo va Hugo Ekiteken tekshiramiz. Hop, bundan oldin biz Mendeshni tushirib berdik. Mendesh, Nuno diviziyonni bosamiz unda. Hozir divizion o'ynab bo'lmayapti, vashim qotyapti o'yin. Bunda o'ynash bilan bot bilan o'ynagan yaxshi bo'ladi. O'yin boshlangandan keyin davomini qo'yaman. Mana qo'shildi bolalar ana. 3 Beşiktaş bilan o'ynaymiz. Hop, bolalar kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. 50 ta bo'lsa stream qilamiz. Hamma streamdagi 10 ta odamga akkauntiga 50 coinlik klondan 2 tadan olib beraman, hammasi 100 coin bo'ladi. Raqib akkaunti ko'ramiz. Messi, Suarez, Ruminiye, Buffon bor yana raqibda. Akkaunt yaxshi. Bitta xato qildi-yu raqib. Naqmum. Bo'ldi, to'g'rilab. 6 ta himoya o'takan, endi 6 taga. Bunda o'ynab bo'lmaydi. Hop. Defensa qilib beraylik Nunoni. Attacking fullback da bu. Bosgan ekan qo'yaman davom. Mana o'yinda boshlaymiz mana. Ham boshqalarga o'sha video kesmasdan srazi olingan joyga srazi qo'yish kerak. Haqiqatni bilib turish kerak. Endi bu Kidike yana o'sha taktika qilyapti raqib. Amerikada to'lish kerak. Luis Suarez bullet headerda prizibishlardi. Arnold, Yamal, mana qolib ketmoqchi edim, mana qilyapti. Shloterbek yomon o'ynayapti ana shu Shloterbek. Birga chiqadilar hozir maza qilyapti. Bu Van Dijk nima qilyapti? Orqadan fizikal kontrakt baland. Messi davay. Qotyapti-yu bu. Bachayeb ana oldirib qo'ydi ertalabda. Hop, Kazimir tankada bu. Hop, Lamin Yamal o'p keta olmadi. Azgina tez yetishmadi bu yerda. Yo'q, to'g'ri o'tyaptilar. Yaxshi. Shvatinmix, Trossard, Tamo Filiplam. To'lerim yo'qda bor, to'lerim. Nima qilishlardi? U pas qaranglar, yana bitta Filiplam. Bo'ldi, to'p bizga bitta to'p. Mendeshga beramiz, Smithga beramiz. Yana bunga qaytaramiz. Bunga beramiz, yoppayapti Pirlo bilan. Hop, Takusofa Kubo ishtirok etdi. Bitta itaryapti vashim. Qo'l bilan to'xtatyapti prosa hujumda. Bu yerdan o'tmadi. Qat'iy zo'rdan. Oppa, Gabriel Magalla. Bu Suarez nima qilyapti? Yotib olaversa mo'yga. Diego Simeone bilan qo'shilib. Murabbiy chiqsa bo'laveru. Defensiya himoya. Tackle bilan defensiya beradi, ammo Simeone chiqdi. Nima bo'lyapti? Mana markingmi bu? Yaxshi Yamal ketdi. Kallaga. Gol ishlari bu. Gol uchun tekshiramiz. Gabriel bor. Ekitike bor 90, lekin kalla qo'yishni bilmaydi. Bu Ekitike 90 bo'y bo'lgan mana. Qanday bu? Jut otma deydi. Kanavarimni yaxshiroq qo'yadi. Voy, men Gabriel Astoroni hozir urib berdi. Chanoana zarba berdi. Buffon to'pda jirib berdi. Suarez Ekitike davay. Davis shu siyomonda Frey berganda yaxshi nima qiladi. Yamal, yana Canavar aytib turibman, shu Canavar deyman. Iplos. Double touch qiladimi bu? Qachon qiladimi? Davay. O'tib ketmay endi. Yaxshi o'tmadi. Shu Ruminiyaga yomon qochadi u. O pas yaxshi o'tadimi? Yo'q. Teforlayapti bu fonni clear dedi. Yaxshi etdi. Buni beramiz. Takusofa Kuboning zarbasini Buffon qaytaryapti. Yana Buffon qaytaryapti. Double save. Kechiksinda Yamalda tushishi bilan sirasiman-da. Mayli.
Buffon davri kelishi kerak. Bunda oldingi divizionda 108 Buffon Big Time 8 ta rekord bor. 8 ta ham qiladimi? Mana yo'q, Trossard turib qo'yapmiz, lekin biz Kubo bilan ikki-tekka urishimiz kerak edi. Bu mayli, divizion match bo'layotgan tunda. Luis Suarez, Andre Pirlo, Casemiro. Давай. Rijkaard. Ruminiga olib ketmoqda, lekin birinchi taym o'z nihoyasiga yetyapti. Ruminiga speed yuzagan ekan. Hop. Top foizi 57% top bizda ekan. Hop. Hayafa turibmiz. Unda o'yinni boshlaymiz ikkinchi taymda. To'xtatib turaman, vaqt cho'zilib ketar hozir. Hoppa, ikki-tekka, давай. Joshua Kimmich, Trossard tezligi yaxshi. Lekin shuni shu har doim shunaqa qilishadi, to'g'ri? Zo'r olib ketgandan keyin bu vartamonsa yo'qoladi. Yoki himoyachilar qutqarib qoladi. Yelka qo'yib fizikal kontrakt bilan. Hoppa, Trent. Edgar David. Hoppa, Trent. Lionel Messi Blitz. Churl. Bu qayoqqa bu Blitz? Pishmihil. Yamal Muni. Shundan olaman endi shu Costa Curtadan. Musurchu bu Costa Curta. Ha, yetay. Fizikal kontrakt bilan olishdilar, xolos, boshqa narsa ololmaydi u. Rijkaard. Hop. Trossard yana, Trossard. Pas beramiz. Joshua Kimmichdan pas, Buffondan save. Casemirodan tepib yoramiz. Yana save Buffondan, double save yana. Bu double chiqiladimi? Yo'l tashlaydimi? Shu Ruminiya olib ketdi bo'ldi. Yaxshi, yana to'tayapti. Davay Yamal. Yamal jon, lekin Costa Curta fizikal kontrakt bilan to'xtatyapti faqat. Qanday pas bu? Ruminiyadan pas. Mendes bu yerda fenomenal pas beryapti bu. Ikki-tekka davay. Qanday olib qo'yadi bu oyoqni turgan to'pni. Yaxshi ketdi ikki-tekka. Tepdir, shtraf qani? Yana Cannavaro itaryapti bu fizikal kontrakt hamma o'yinchisi free Zaynal nima deyapman? Fizikal kontrakt baland qilyapti bu o'yinchilar. Lionel Messi. Nuno Mendes. To'g'ri. Pas beramiz. Yaxshi Chubo. Mana Chubo birinchi video qilyapti, birinchi gol uryapti. Yaxshi taktika qildi, yaxshi yo'lga erishdi. Luis Suarez start endi, bos endi. O'yindan chiqib o'tarmik. Andre Pirlo. Messi, Blitz Palos. Bermaslik kerak Blitz. 99 Blitz yana oshib ketyapti Blitz. Raqib o'ynashni bilmayapti. Messi o'ynalmayapti. Costa Curta. Yana bitta pas. Pirlo to'sib qo'yapti. Bu Jubo'di. Yaxshi Casemiro. Ajoyib pas. Ana Hugo ikki-tekka oxirgi sekundda ham ikkita o'yinchimiz ham bitta-bittadan yo'l urib olishyapti. Yamalni ko'tarib qo'yayotgandim. Buffondan ajoyib save qaytganini Hugo ikki-tekkadan super. Bas, lekin ochiqarcha yo'l. Mana o'yinimiz 3-0 narsa setyapti. O'yin player of the match moto PvP'ni kim oladi? Hugo ikki-tekka olayotgan. U hamon yaxshi.
7 dan baland topdim 7 o'yincha. Yaxshi gameplay bo'ldi. Hop, kanalimizga obuna bo'lamiz. 50 ta bo'lsangiz, sразу o'sha kunni kech payt 8:00 da string o'qamiz. 2-3 soat string qilib, 5 ta obunachimizga klondan 2tadan 50 kun esa 100 kun beraman ular har bitta obunachiga. Like bosib obuna bo'lamiz. Remix Spacer bo'ldi sizlar bilan. Hammaga rahmat.